Novostroykadan arzon kvartira so'rab yurgan obunachilarimiz uchun Sergeli yangi Darxon 2 sizlarga mana shu domlardan 15-etajdan bitta 2 xonali kvartirani ko'rsatib o'taman. Xudoga yaqin joyda yashashdan qo'rqmaydigan yurtdoshlarimiz bo'lsa, ushbu kvartirani olib qo'yishlikni sizlarga tavsiya berib o'taman, chunki kvartiramiz juda ham arzon narxda. Xo'p, domimizning tagida yashil zona, bolalar o'ynaydigan joylar, parkovka, hamma narsa joylashgan. Kvartiramizda ikkita lift bor. Kvartiraga chiqib tushish muammo emas. Xo'p. Bu yoq pod'ezd qismimizda ikkitali lift. Passajir gruzovoy liftlarimiz qo'yilgan. Xo'p, men sizlarga endi xonadonimizni kirib ko'rsatib o'taman, hurmatli obunachilar. Xo'p, kvartiramizga ham kirib oldik. Kirishimizda bizani mana bunaqa katta koridorimiz kutib oladi. Kirish eshigimiz. Xo'p, koridorimiz kvadrat, planirovkasi bu yoq разделный, санузели смешанный. Men sizlarga hozir zal qismidan boshlab kvartiramizni ko'rsatib o'tamiz. Kvartiramiz 55 metr kvadrat, gos remont. Xo'p, bu yog'imiz mehmonxona qismi. Lyustralar qilib qo'yilgan, gos remontda turibdi. Bu kvartiramizning har bir oynasida reshotkalar qilib qo'yilgan, hurmatli obunachilar. Tayyor kvartira. Xarid qilib olasizlar, xohlasanglar shu remontida yashasanglar ham bo'ladi, xohlasanglar hop remont qilib olsanglar ham bo'ladi. O'zingizga qarab, xohlagan bitta dizaynda remont qilib olsanglar bo'ladi, hurmatli yurtdoshlarimiz. Bu yog'imiz spalniy qismi. Xo'p, spalniyda ham reshotkalar qilib qo'yilgan. Kvartiramizni isitish radiator orqali duh konturli kotyor bilan isiydi. Montajlari ham cho'tki qilib qo'yilgan. Endi sizlarga oshxona qismini ko'rsatib o'taman. Xo'p, oshxona qismida stol-stollar qilib qo'yilgan, kuxonniy mebel, gaz plita, vitishka duh konturli kotyorlarimiz bor. Shu ko'rinishda kvartiramiz sotiladi. Hamma sharoitlarga ega. Balkoniga ham reshotka qilib qo'yilgan, чтобы kvartirada bolalar bo'lsa, tushib ketmasligi uchun texnika безопасный qilib reshotkalar qilib qo'yilgan. Shunday tagida bolalar o'ynaydigan joylar chiroyli atmosfera joylashgan. Kvartiramiz 2 xona 55 kvadrat 15-etajda joylashgan. Domimiz 16 etajga. Balandlikdan qo'rqmaydiganlar uchun yaxshi variant, narxi yengil. Xo'p, 15-16-etajda ham polni yashab o'tirgan odamlar bor. Shuning uchun bemalol xarid qilsanglar bo'ladi, qo'rqmasdan. Bu yog'imizda sanuzel, dush, hojatxonasi joylashgan. Sanuzel qismi ham keng, tormas, hamma sharoitlarga ega. Suv chiqishidan, gazdan, tokdan hech narsadan muammo yo'q. Hamma narsa bilan ta'minlangan kvartiramizda. Bemalol xarid qilib olib yashayversanglar bo'ladi. Xo'p, kvartiramizning narxiga to'xtalsak, ushbu kvartiraga $47,500 narx qo'yilgan. Ustida savdosi bo'ladi, kelishtirib chiroyli narxlarda qilib beradi. Agarda kimlargadir ma'qul kelsa, bemalol videosidagi telefon raqamlariga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Shunaqa narxda kvartira qidirib yurgan yurtdoshlarimizga ham ushbu video yetib borish uchun layklarni bosib qo'yinglar, tanishlarga ham tashab qo'yinglar. Kvartiramizning narxi juda ham arzon narxda, 2 xona 55 kvadrat, 15-etajda yangi Darxonda joylashgan. $47,500 savdosi bo'ladi. Kimgadir ma'qul kelsa, sразу telefon qilinglar, optik ko'rsatamiz, ma'qul kelsa xarid qilib olishinglar mumkin. Bir kun ichida notarius sразу kalit qo'linglarga topshiriladi.